Ushbu uskunaga gazni Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti filiali nazorat tuzilmalari G'ijduvon tuman gaz ta'minoti bo'limi va O'z energiya inspeksiya xodimlari ishtirokida o'tkazilgan reyd vaqtida tumanning Cho'lpon mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan parrandachilik fermasida tabiiy gazdan foydalanish holati o'rganildi. Natijada iste'molchi loyiha hujjatlariga mos kelmaydigan nostandart uskunalardan foydalangani va gaz jihozlari sarfi hisoblagichning maksimal quvvatidan ortiqcha ekani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, obyektda neft mahsulotini qayta ishlashda qo'lbola gaz yondirgichdan foydalanayotgani aniqlangan. Holat yuzasidan dalolatnoma tuzilib, tabiiy gaz hajmlari qayta hisob-kitob qilindi va 862 million 497 ming so'm zarar qayd etildi. Boshqa bir holatda esa Buxoro shahrining Shayxulola mahalla fuqarolar yig'ini Qarshi Darvoza ko'chasida joylashgan tadbirkorlik binosida tabiiy gazdan foydalanish holati o'rganilganda, iste'molchi hisoblagichdan tashqari rezina shlang orqali tarmoqqa ulanib, tabiiy gazdan qonunga zid ravishda foydalanib kelayotgani aniqlandi. Holat yuzasidan dalolatnoma tuzilib, 292 million 473 ming so'm zarar qayta hisob-kitob qilindi. Oxirgi 40 kun ichida 20 ta noqonuniy va qoidabuzarlik holatlari aniqlangan bo'lsa, aynan ushbu holatdagi barcha ishlar rasmiylashtirildi, dalolatnoma tuzilib rasmiylashtirildi. Holatlar noqonuniy holatlar sabab gaz ta'minoti korxonasiga 3 milliard 600 million so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgan. Respublikaning barcha hududlarida tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlash va ularni oldini olishga qaratilgan nazorat tadbirlari davom ettirilmoqda.